uyingizda o'zingizga yoqmaydigan uzum navlari bo'lsa, ularni uzum tanasini kesib tashlab boshqa ko'chat ekishga shoshilmang, chunki bu navlarni almashtirishning imkoniyati bor. Uzumlar taxminan mana shu ikki qarshi o'sgan vaqtda payvand qilib navingizni almashtirsangiz bo'ladi. Mana bunaqa ko'k qalamchalaridan o'sgan olib keldikda, biz ham mana shu o'zimizga yoqmagan uzumlarni payvand qilyapmiz. Uni pastidan tepaga o'stirib, u ko'chatni rivojlantirib, 4 yil vaqtingizni ketkizguncha tepadan payvand qilsangiz, keyingi yildan navi almashib, o'zingiz yoqqan boshqa navga almashadi. Buning uchun biz mana shu ko'k qalamchalaridan mana shu ko'rinishda kesib olamiz. Mana ikki tomonini atverka qilib yo'nib olamiz va tepasidan mana shu joyidan mana razmeri ham bir xil bo'lishi kerak, joylashtiramiz kesamizdagi. Joylashtirganda ikki tarafi bir xilda joylashishi kerak va salafon bilan yaxshilab o'rab qo'yamiz. Mana bu yerga ham payvand qildik, bu yoyiga ham payvand qildik. Bitta tupga 4 ta 5 ta mana shunaqa payvand qilyapmiz. Bu 4 ta 5 ta novda suradi, keyingi yilga to'laligicha hosil berib ketaveradi.